أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ذكر المفهوم فمبني على أن مورد القسمة اللفظ فلا يلزم أن يكون للمفهوم مفهوم أم يدا شو كلنا تعريفات ديكي مفهوم ذكره yuqorida deya o'sha mafhumni qayd qilgan bu yoq sidqu mafhumihi ala kasirina degandek gap o'tgan-ya shuni demoqchida undan mafhumning zikri bu mabnidir qurilgandir shunga chuqur nima uchun bu mafhumni zikr qildi deydi bu ta'rifatda kullina ta'rifida nima uchun mafhumni tasavvur qildi amma bir qadar bas o'tdi masalan tasavvurni qayd qilish nimishqa nafsni qayd qilish nimishqa bu degandek amma yerda mafhumning zikri qurilgandir shunga chuqur taqsimning mavridi lafz bo'ladi bu taqsimningki kelish o'rni bo'lsa taqsimotniki asli bu labzni taqsim qilmoqchi labzi mufratdir va yo labzi kulliydir deb qo'ydik taqsimot labzning kulliyasi labzning taqsimoti bu yerda lozim kelib qolmagan shunga bo'lgan mafhum uchun mafhum bir mafhum uchun mafhum lozim kelib qolmagan deganlikning jahdidan bu yerda mafhumni zikr qildi deydi mafhumni zikr qilishi bu yerdagi shuning ishorat qilib cho'qim yoki mabnidir bu mafhumni zikr qilishdiki maqsad ta'rifatda mabni shuning cho'qim bu qismatning mavridi labz ekan deganni uqtirish deydi agar unda qilib qolmaganda bunun uchun mafhum bo'lish lozim kelib qoladi uni mahalda deydi مثلا فمثال الكلي كلنا مثالي كالإنسان فإن مفهومه إذا تصور لم يمنع عن صدقه على كثيرين من أفراده كل ديgan nima bo'lsa bir insonga o'xshash cho'qim bu insonning tushun mafhumi umumiy zehni ma'nisi yani insonning ma'nisi mafhum degan qachon tasavvur qilinsa iza tusavvira bu insonni tasavvur ash mafhumni insonning mafhum tasavvur qilinsa bu insonning aparatlaridan bo'lgan ko'p apparatlarga uyg'un kelishdan hech bir chek qo'ymaydi veya cheklamaydi deydi buni o'zi kulli deyildi deydi xolos bu yuqorida kullining ta'rifati va misollar tugidi va u ta'rifatninki nima uchun qayd qilingan nafsni qayd qilish sabab nima tasavvurni qayd qilish nima mafhum deganni qayd qilish nima deganga o'xshash buningda butun kulliyatniki nimasi tugidi bu yerda juz'iyning ta'rifi keldi juz'iy degan nima desa va imma juz'iyun u labz hamda o mufrat uzran o mufrat labz mufrat ya kulli bo'ladi ya juz'iy bo'ladi kullini kelib tugidi ama ya juz'iy bo'ladi qanday o juz'iy esa va huwa allazi yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi an zalika ay an wuqu'i sharikati bayna kasirina deydi كزيد وأمر علما فإن مفهومه الذات مع التشخص وهو من حيث إنه متصور يمنع عن وقوع الشركة بين كثيرين زيد قوشش وأمر قوشش ألم بغالته وشكسن قايس برسوسون جوكم مثلا o emrinin mefhumi ki zat olan mefhumi teşahhus ile onu muayyen bir şahs deb qarab kelişilen o tasavvur kılgan cihetten mutasavvur kılgan cihetten onun ki muayyen ve muşahhas ikenligini tasavvur kılış cihetten bu köpnün arasında ortak iştinço çak koydu bu emir.
berip bu emir degan kelime berip emir degan şu şahsın üzlüktürdü. Bunun üzünü değildi, o cüz'i değildi. O da öyle. O şirketin tosu da cüz'i degan. Cüz'i degan, anda bir kelime, bir demek ki, biz mupret ki tosu bu. O cüz'inin mefhumunun tasavvurunu oylaganlığının özülamla ağaçın tosu ki ay oku şirketin. Ay en oku şirketi beyne kesirini köp nersin arzu ortakının yüz birişini çekreydi o deydi. Bunun cüz'i. Zeyd ve emr oşaş elem boğan alette bu ikisinin qaysı olsun birisi elem bolsun. Elem dep qaraganda bu ortaklıkны arzuçu şirketninki köp narsını arzuçu ortaklıkның yüz birişini çekreydi deydi. Qandaq şekilde mesela fakat emir desek bu Zeyda'yı nuqtirib qalmaydi. Zeyda'yı desek emir nuqtirib qalmaydi mesela. Bi en yahsula min taaqquli kulli wahidin minhuma eserun muteceddidun mesela. Şu suretlenki babay tasviriye. Yüz birinde o bo'lgan har birini o'ylashdan Zayd va Amr degan bu ikki shaxsning har birini o'ylashdan masalan yangi bir asar yuz berdi. Yangi bir asarchi hosil bo'ldi. Masalan, qanday desa, iza ra'ayna Zaydan wa lahadnahu ma'a mushakhasatihi yahsulu minhu fi azhanina as-suratul insaniyatu el-muttasifatu bil-lavahiqi. Qachon biz Zaydaxonni shundoq biz o'ylasak, ko'rsak va u Zaydaxonni shundoq o'ylasak, uniki mushaxxasatlar bilan o'ylasak, o odamning o'zining shaxsiyatiga aloqador xususiyatlari, rangi ro'yi, gap so'zi, ovozning bir xil tom ya inchik chiqadiganligi, ya tizgak qiladigan, ya asta so'zgak qiladigan, masalan, egiz pakalik va hokazo deyli. Onunki mesela bütün müşahsatlarla birlikte oylasak aslında bu zeytin bizning zihnlarimiz uchun nima bir insoniy surat. Bu bir odamkan degan bir surat aslida sifatlangan. Bu surat lavohlar bilan birga sifatlangan. Bu odam bo'lganda biz aytgan bir odamki bu ya ochig'im odam ekan. Hakinak adam ekan, ya do'g'lon adam ekan, ya igizbo'y adam ekan, andaq bunday deganda o'xshash butun nimalari ashunga loyiq, ashun qo'shilib ketadigan, ashun agash kuchlari, ashun avarizlari azaytga aloqador narsalardan sifatlangan bir insonning surati bizning kallamizda yuz berdi deydi. Kalımız şu asıldaydı. Ve izâ ra'ayna aqibahu amran ve lahadnahu aydan ma'a muşahhasatihi tahsulu minhu suratun ukhra gayra suratil ula ve qis ala hâzâ. Fakat biz o zeytin aksla emrini oylaptık. Emrini körüptük yani. Ve oylaptık biz o emrini hem mulahiz kıptık. Bununki faqatlik illam nimsil bo'lmasdan faqat insoniy bir nimasi uniki haykal bo'lmasdan buning butun nimasi mijoz xulqi rang ro'yi egiz pakaligi urug' semizligi u bu uning degandek masalan bunaqa hammaga diqqat qildik uni muloyiz qildik uning mushaxxasati bilan u odamlik bo'lgan aloyidliklar bilan o adamdaki artıqlıq, o adamdaki bazı sıfatları bilen billa muloyiz qilgan bo'lsak, aslida u Amraxundan boshqa bir suratga, avvalgi suratga Zaydaxundan yuz bergan suratdan boshqa bir surat hosil bo'ldi. Onunki ba xuluq, hay'at, ko'rinish buningda yo'q ekanda. Va buna o'xshash. Yani hiçbir jihatlarda bu nim qilmaydi. Buni qachoniki Zayd va Amr bu ikkisini alam deb tanigan bo'lsak, buniki zat mefhumi qanday qiladi o deganda mana o'rtoqlikning yuz berishdan cheklab qo'ydi ko'p narsani orasida. Vaqis ala hada va bunga boshqalarni endi qiyos to'g'rilab ketsangiz bo'ladi deydi. Va innama qassama al-mufrada ila al-kulli wal-juz'i duna al-muallabi. Haqiqatan taqsim qildi bu musannif mufradni, lafz mufradni
kulli va juz'iga taqsim qildi, ammo muallafni taqsim qilmadi. Labz mufrat bo'ladi va muallaf bo'ladi degan. Mufrat kulli bo'ladi va juz'iy bo'ladi degan. Endi muallafni taqsim qilmadi. Mufratni taqsim qilganda kulli va juz'iga ikkiga bo'lganda muallafni taqsim qilmadi. لأن كون المؤلف كليا أو جزئيا إنما يكون باعتبار كون أجزائه كليا أو جزئيا، أو نقول قسمة المفرد إليهما لا ينافي قسمة المؤلف إليهما. Çünkü muallafning hamda xuddi mufratning kulli va juz'iy bo'lganidek muallafning kulli ya juz'iy bo'lishi chuqur bo'ladi. O muallafning a'zolarining kulli yoki juz'iy bo'lish e'tiborli bo'ladi. O muallafning a'zosi kulli bo'lsa ya juz'iy bo'lsa, anandan uni qanday qiladi? Kulli yoki juz'iyga taqsim topadi deydi. Ya deymiz ki kısmetul mufradi ileyhime la yunafi kısmetul muallafi ileyhime. Ya ki deb cevaplarımız ki mufratning taqsimoti u kulli va juz'iy bo'lgan taqsimoti isitganmaydi de muallafning u kulli va juz'iy bo'lgan taqsimotiga hech qanday qarshilashmaydi, qarshi kelmaydi, zid kelmaydi. Muallaf masalan kulli va juz'iyga taqsim bo'lsa bo'laverdi deydi. Endi bu yerda vaqaddamal kulliya alal juz'iyya. Musannif yerda kullini juz'iyga muqaddam qildi. Kullining ta'rifini bir vatda misollar bilan, uniki ham misollar bilan ana qayd shurutlarini tatib bayon qilib tugatdi. Endi hatto juz'iyni shundoq bo'ldi. Uni tugdi. Endi nima uchun bu yerda musannif kullini juz'iyga ilgir qildi deydi. Vaqaddama al kulliya alal juz'iyya. Dese لأن الكلية جزء للجزئي غالبا. Çünkü kulli degan gap bir cüzdür, bir cüz'i için köpünç holatda bir kulli, bir cüz'i için bir cüz o. Diqqat qilgan gap bu. Kulli, mesela insan desak bir kulli oldu. İnsan o'xshash. İnsan bir kulli. Bu nima bo'ldi desa, bu cüz oldu da. Nima uchun? Bir Amr uchun, Bakr uchun, Zeyd uchun degandek. Bu bir cüz'i. Cüz'i uchun bir cüz'i oldu. Köpünç holatda. Kel insani fe innehu cüz'un li Zeydin el cüz'i. İnsan o'xshash. İnsan degan kulli deydi bu. İnsan degan kulli. Bu cüzdür hamda. Nimaga desa, biz Zeydaxonga bir cüz'i bo'lgan, bir Zeydaxonga bo'lgan bir parcha. Zeyddan bir parçası bu. Nima? İnsan deydi. Zeyd için bir parça ki cüz'iydi bu Zeyd. Daha olgandan bir yerde cüz bu qarmoqqa kulli cüz'iga muqaddam bo'lishi sabab nima desa, bu kulli degan bir cüz o'g'ashqa. Cüz taban kulli muqaddam. Har qanday narsaning putunichi parçası bütündün ilgiri. Mesela bir adam bir tamak qilmoqchi bo'lsin, polo degan bo'lsa, uning juz'isi aşın kiydigan narsalar bütün tamak polo jo'ziq chiqishdan burun uning a'zolari o muqaddam bo'lish kerak da oldin ola. O cüz ilgiri bo'lmay turib, o kul mavjud bo'lmaydi, vujudga chiqmaydi. Şuna bu kullini cüz'iga muqaddam qilish shu deydi. Kulli degan u bir cüz o'g'ashqa. Ayt nazik gap ma'lum. Kulli degan bir cüz'ining bir cüz'i o'g'ashqa. Cüzdir bir cüz'i uchun bo'lgan bir cüz o'g'ashqa. Az cüzlikni e'tibor qilib turib, ma cüz'iga kullini ilgir qildi deydi. İnsan o'xshash, cho'qim inson o'zsa cüzdür.
Zeyt çünkü bu cüz'i olan bu zeytten bu cüz'isi bu. Çünkü insan diye nimesi insan diye hayvan. Lennel insana huvel hayvanun natiku. Ve zeyden huvel hayvanun natiku ma'at teşahhusi. Vel cüz'iyyu kullun. لكون الكلي جزءا منه على تقدير كونه مركبا ولأن الكلية مادة الحدود والبراهين والمطالب بخلاف الجزئي. Çünkü insan yani o insan nimesi, o insanın asıl mahiyeti, manisi hayvanattık. Ve zeyt desek umu hayvanattık. Ma teşah o muayyenlikle, muşahhas kılan. Has aşı bir nimege musammağıl kartılışlan umu hayvanattık. Dağda bir yerde cüz'i kulup kalı da. Cüz'i kul. Nima uchun deganda bu kullininki ay cüz'inin bir cüz'i so'g'ashqa. Likavnil kulliyi cüz'an minhu. Kullininki u kulli qaysi inson shuti. Bu insonninki bir parcha qilqinchatidan ay cüz'idin. Likavnil kulli cüz'an minhu degan min al cüz'iyyi. Cüz ve cüz'i farq shu qadar ana. Kullinin ay cüz'idin bir cüz o'g'ashqa. Ve o deminki o cüzdünki mürekkep dep mölçergenlikki binaen. Biz o cüzdünço mürekkep dep takdir kılınga binaen o kulli enbiyada bir nim bulup kaldı, cüz'inin bir parçası aylanıp kaldı da. Unda kogan iken parça bütündü mukaddem. Şu meyada musannif kullini cüz'e ilgir kıldı deydi. Çünkü kulli degan nima bo'lsa hudud, barahin va matalibninki moddasi. Juz'iyning xilofi bilan. Kulli masalan hudud, had, masalan ta'rif, muarrib degandek. Ta'rif, muarrib, had hammasi bir gap bor mana. Chunki kulli degan o hududning moddalari. Kulli degan shu haddi ishlatilgan narsa. Hadda, ta'rifatda masalan. Va hujjatlarda va haqiqiy talab matlablarda haqiqiy talab qilingan maqsadlarda hududning moddasi va burhanning moddasi va matalib maqsadlik o'rinlarning moddasi kulli degan. Ammo juz'iyning xilofi bilan. Juz'iy u hudud barayn matalibning moddasi bo'lolmaydi deydi. Bu yerda kulliyning juz'iyga ilgiri qilishi sabab shu dedi. Kulli degan gap u bir juz o'g'ashqa. Nima juz? Juz'iyning juz'i o'g'ashqa. A itibarlan u kulli juz'ga aylanib qolib qoldi deydi. U juz'iycho kulga aylanib qolib qoldi. Bu sabab bilan juz yani demak kulga muqaddam bo'lgan bo'ldi. Qoida bo'yicha deydi. Bugun mana shu jaraq aqib turaylikmi? أصله تخيمة خالد جنوال دق ضبع وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.